Tabiatdagi o'zgarishlar tabiat hodisalari deb ataladi. Ular ko'pincha ob-havo yoki yil fasllari almashganda yuz beradi. Qor, yomg'ir tomchisi, xazon rezgi, qushlarning uchib ketishi, qurg'oqchilik – bularning barchasi mavsumiy hodisalar. Shudring va tuman esa ob-havoga hamda havoning haroratiga bog'liq. Kun bilan tunning almashishi, quyoshning chiqishi kabi ba'zi tabiat hodisalarini shunchalik ko'p kuzatamizki, ular bizga oddiy hodisadek bo'lib qolgan. Boshqa hodisalar esa goh-gohida yuz beradi. Masalan, Jazirama Afrikada qor yog'ishi noyob hodisa. U yerlarda birdan qor yog'ib qolsa, odamlar buni mo'jiza deyishadi.